Mana 500 kvadratli joyimizga Nur fermasini 400 kvadratli kotelni qo'ydik. Topli pol, ebatari. 15 minut bo'lib yoqqanimizga 66 gradusga chiqdi. 70 gradusga qo'yilgan. Hozir yana bir 2 minutdan keyin o'chadi. Bu birinchisi emas. 5-kotel qo'yishimiz Nur fermasidan 4-5 ta zakazlarimiz bor. Nasib bo'lsa bu yildan boshladik. Hamkorlikda. Nasib bo'lsa bu yerda dalish ketaveradi. Zo'r, ishlashda juda zo'r, chotka. Mana uni ko'rsataman. Bu ishlar вообще konkretni. Bundan ziyodasi kerak emasdi. Nasib bo'lsa kotellar hammasiga dam beradi bu kotel. Nur fermasini ko'rsatadi. Montajimiz oddiy. Sanotar qilingan topli polda ko'p narsa qo'ymaganmiz, oddiy qilganmiz. Hali ishlarimiz chala. Sirkulyatsiyon asoslarga kontrol datchik qo'yiladi. Gradusini o'sha boshqaradi. Ko'pchilik nimaga qo'yilmagan deb so'raydigan narsalarni bizga oddiy va konkret ishlasa bo'ldi.